yonimga bitta ayol keldilarda, gaplashdik-da. Nutqlariga e'tibor berib o'tirdim. Ovozlari juda ham chiroyli, nutqlari go'zal, hammasi joyida. Nima xohlaysiz mendan? Nega keldingiz? deb aytdim-da, keyin meni ovozim o'zimga yoqmaydi deyaptilar-da. O'zimni o'zim eshitsam hech ham qabul qila olmayman-da. Yoqmaydi ovozim o'zimga deyaptilar-da. Sizga o'sha ovozni qo'yib bersam, juda ham chiroyli ovoz. Inson shunchaki o'ziga berilgan imkoniyatlar haqida tafakkur qilib ko'rmaydi-da. Faqat bizni noshukrlikka o'tirib qolamiz-da, sezmaymiz o'zimiz. Vaholanki uncha odamga berilmagan noyob hislatlar aynan sizga berilgan. Mana sizdekasi butun dunyoni titib chiqsangiz ham hech qayerdan topilmaydi. Bitta donasiz. Siz Allohning yagonasisiz. U tomonidan tanlangansiz siz. U ixtiyor qilgan. Mana shu deb bir dona tanlab olingansiz va sizga o'xshashi yo'q. Ovozingiz ham, nutqingiz ham, xarakteringiz ham nodir ovoz, takrorlanmas ovoz. Mana shu ovozingiz uchun har lahza Allohga hamd etib, shukr etib, rahmat Allohim desangiz ham shukrini ado eta olmaysiz.